Assalomu alaykum hammaga. Bizani keyingi pergalovkamiz ham bitdi. Ko'rib turganlaringdek, bu profil o'zini profilini ishlatganmiz, yetmaganligi yangi profil qo'yganmiz. Hozir ko'rib chiqamiz. Balandligi 1.90 bo'lgan. Eshigimizning ochilishi 60 bo'lgan. Chunki bu tarafimizda umuman tushganda eshikni ochganda xalaqit berishi mumkin. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Ko'p turganida eshikimizni bir yangi profil aralashtiramiz. Shunday xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerga aloqa qilib qo'yasiz.